Bugun og'izda eriydigan paxtadek yumshoq bulchkalar tayyorlaymiz. Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bu retseptning bir sirri bor. Biz xamirga oddiygina sirka qo'shamiz. Ishoning, aynan shu sababli bulchkalar 2-3 kungacha ham xuddi hozir duxovkadan chiqqandek yumshoq bo'lib turadi. Siz ham bu sirni bilardingizmi? Xo'p, unda kattaroq idish olamizda xamirimizni qorishni boshlaymiz. Iliqqina 470 mg kefirga dro'jji va shakar solamiz. Ustiga ikkita tuxum, menda yorilgan bedana tuxumi bo'lgani uchun uni ham qo'shib yubordim. Lekin bu shart emas. 3 qoshiq smetana, 80 mg o'simlik yog'i va 1 chimdim tuz qo'shamiz. 650-700 g un va vanil qo'shib qo'lga yopishadigan xamir qoramiz. Xavotirlanmang, xamirimiz shunday muloyim bo'lishi shart. Xamirimizni ustidan 1 osh qoshiq 9% sirka qo'shib yaxshilab qoramiz va 95 g sariq yog' qo'shib yana qorishni davom etamiz. Oxirida o'simlik yog'i bilan qo'limizni, to'g'roning girdlarini yog'lab, qo'lga yopishmaydigan qilib xamirimizni ustini yopib, issiq joyga 1,5 soat davomida chiroyli bo'lib ko'tarilishini kutamiz. Ko'tarilgan xamirni kichik nazoratchilarga yasab, ichiga mayiz, yong'oq yoki xohlagan murabbo jamingizni solsangiz bo'ladi. E'tibor bering, murabbomiz ham ko'p quyuq bo'lmasligiga qaramay, bulchkalarimiz juda yumshoq. Parda yengil bo'lib, 15-20 daqiqa 180 darajada oldindan qizdirilgan duxovkada pishadi. Bulchkalarimiz pishguncha suv va shakardan oddiygina sirop tayyorlab olamiz. Bulchkalarimiz pishib bo'lgach, har birini siropga tiqib olamiz. Bulchkalarimiz yartillab, yanada mazali bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, natijasi esa sizni lol qoldiradi. Albatta tayyorlab ko'ring va fikringiz bilan ulashing. Uyingiz shirin iforlarga to'lsin. Yoqqan bo'lsa, bir kulib qo'ying-da salomat bo'ling. Yoqimli ishtaha